Nima narsalarni men boshqa sotib olmayman? Ikkinchi qism. Birinchisi bu marketplace'lar. To есть Uzum, Wildberries, Ozon, Amazon kabi marketplace'larda shunchaki zerikkandan o'tirishni bas qilish va keyin marketing qurboni bo'lib, kerak emas narsalarni, mелочевка xarid qilishni stop qilish. Ikkinchisi, hech qanaqa foydasi yo'q bo'lgan ovqatlarni sotib olish va iste'mol qilish. Fast food, pirojnilar, булочкаlar и так далее. Bu ovqatda sizni organizmingiz uchun hech qanaqa foydali vitamin, mikroelementlar yo'q. Uning tarkibida shunchaki shakar va tez uglevodlar bo'ladi. Uchinchisi bu plastik idishlar. Plastmasli konteyner, korobka va qanaqadir butilkalarni ichidan plastikdan yomon vositalar выделяются плохие toksины. U narsalar sizning organizmingiz uchun juda yomon. Ovqatingizni mikrovolnovkada plastik idishda isitayotganingizda, тем более при повышении температуры u narsalar ko'payadi. Shuning uchun posudani faqat stiklodan sotib olishga harakat qilaman. Va oxirgisi sezonniy dekoratsiyalar va qanaqadir kanselyariya. Faqat nechidir kun yoki hafta ishlatiladigan sezonniy dekoratsiyalarni sotib olishni bas qilish. Shunchaki bor dekoratsiyalarni uyni bezatish uchun ishlatmoqchiman va kerak emas kansellariyani sotib olishni bas qilish. Ki usti chiroyli yoki cute bo'lgani uchun va men u bloknotlarni faqat bir ikkita stranica yozib tashlab qo'yishimni bilaman. Sizlar nima narsalarni boshqa sotib olmaysizlar? Izohlarda yozib qoldiring.